Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bu qatimliqqa bu kitob yarmankisida men sizlarga bu ikki qizimizni tunishtirmoqchi. Chunki bular ona tilini, Uyg'ur tilini yaxshi o'rganibdi, shundaqla o'zi kitob yozib chiqibdi. Ya'ni Uyg'ur farzandlar uchun, o'ziniki Uyg'ur ini singillar uchun, hadillar uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Sumayya. Sumayya, qancha yoshsiz? 10. 10 yoshmi? Sizning ismingiz? Suyayba. Qancha yoshda? 8. 8. Ismingiz nima? Suyayba. Suyayba. Sizlar ne tug'ildinglar? Men Urumchida tug'ildim. Urumchidami? Siz? Men Anqarada. Siz Anqarada tug'ildingiz, shundaqmi? Sizlar Uyg'ur tilini qachondan boshlab o'rgandinglar? Qayerda o'rgandingiz? Urumchida o'rgandingizmi? Turkiyaga kelib o'rgandingiz? Qancha yoshda Turkiyaga keldingiz? Men 1 yoshimda Turkiyaga keldim. 1 yoshda Turkiyaga keldingiz. Siz Turkiyada tug'ildingiz, shundaqmi? Siz Uyg'urchani siz kim o'rgatdi? Biz 3 yildan beri Gulboston muallimning darsiga qatnashamiz. Uyg'urcha filmlarni, masallarni anglaymiz va opam dadam bizni Uyg'urcha gapirishga majburlaydi. Sizchi? Siz Anqarada tug'ilibsiz, shundaqmi? Turkiyada. Ben Türkiye'de başladım. Gülbostan muallimning dersida Bostan anlatımları. Endi hozir sizlar menga dedinglar, kirib o'zimiz tuzgan kitob bor dedinglar, shundaqmi? Masalalarnikini. Oshni bir tunishtirib turinglar. Tunishtiring ama kitoblaringizni. Benim bu özümning kitobi. Mana qilinglar. Bu sizning o'zingizning kitobi, shundaqmi? O'zim. Sumayya Biliga qo'rqmas bo'jan deydi, shundaqmi? Buni tarjima qildingizmi? Buni o'zingiz O'zim yozdim. O'zingiz yozdingizmi? Bu kitobni kelmasinikilar, maşallah. Qarang mana. Mana Sumayya mana qancha yoshga dedingiz? 10. 10 yoshda-ku, mana 9 yoshimda yozgan. 9 yoshda yozibdi bu kitobni. O'zi Uyg'urcha o'rganib, mana o'zi ham shu kitobni o'zi yozibdi. Ishidiki ham masalan ham o'zingiz to'qib chiqdingizmi? Buni tarjima qildingizmi? O'zim to'qib. O'qib chiqdim, o'zi to'qib chiqib, mana buni hammasida chiroyli mana kitob shaklida kelyapti mana. Qaranglar bola mana. Lekin Gulboston muallim yordam qildi. Yordam qildi, shundaqmi? Gulboston muallim mandaq batni loyiha. Batni loyilab, ishidagi mazmunlarni o'zimiz yozdik. O'zingiz yozdingizmi? Voy, mana shundoq mana yaxshi yozib mana qarang mana kitoblarni mana mushni bolalar o'zi yozib nima qilibdi? Ma kitob tunishtiring hamda. Bu mening bu siznikimi? Suhayba Bilik deydi. Voz kechmas Turkiya. Buni muallim yordam qildi. Yordami batlaylashni muallim yordam qildi. Batlaylashni muallim qildi. Rasmlar va tiplardik. Rasmlar va tiplardan. Bu narsalarni kim o'zing tarjima qildinglarmi yoki o'zinglar shu yozdik. Yozib chiqdinglarmi? O'zinglar yozdinglar. Voy, mana. Yani bu bolalarniki nimasi kirib, haqiqatan ta'sirlandim. O'zimizmi farzandlarimiz va farzandlarimizniki Uyg'urchani qanchalik kerakligini hammamiz o'zimizga ayon. Bular hamda o'zi o'rganib Uyg'ur tilini Uyg'urcha mana rangli kitob chiqaribdi-da, mana kichik bu yana bir yurish kitobga mana mishari bor, mana 15 parcha. Mana o'sha. Chunki 15 sinfdagi butun bolalar yozdi. Butun hamma mana hammasi 15 parcha, 15 qismli kitoblar mana o'zida bola loyiha o'zini qilib chiqibdi. Nima qanday qilib sizlar o'shalik Uyg'urcha, yana o'sha yurish kitoblarni chiqarib Uyg'ur farzandlarga, Uyg'urlarga tunishtirishni o'ylashib qolib qoldinglar. O'sha sabab nima? Muallim hikoya yozib kelinglar getdan degancha men bu qo'rqmas bo'lganda hikoya yozgandim. Siz? Shu muallim men kitob qilaman, bital hikoya masal yozib beringlar dedi. Andan men bu shu gaplarni men dappadim. Ani kompyuterga dadam ko'chirdi. Chunki kompyuterga ko'chirishni bilmaydim. Harflarni. 6 yoshda 6 yoshda yozdim, lekin 7 yoshda chiqdi. Shunlashqa 7 yoshda yozdim. Siz 6 yosh vaqtingizda bu kitobni yozdingiz. 7 yoshgacha bu kitobga nashrdan chiqdi, shundaqmi? Sizning-chi? Men bu 9 yoshimga yozdim. Yangi 9 yoshimga kirganda yozgan. Sizniki kitob ma'vo, sizniki shundaqmi? Mana qo'rqmas bo'lgan mana kitob sizniki. Bu mening. Shunda jami ishlarniki hozir ikkilarniki 2 kitob bor. Shundaqmi? Ma 15 parcha kitobni sizlar tang tuzdinglarmi? Buni boshqalar tuzgan kitobmi? Bu boshqalar. Bu boshqalarnikimi? Boston bolalar masalalar yurishga deydi. Bu Boston haqida qisqa tushunchalar Boston sizniki Uyg'ur tilini o'rgatgan o'qituvchingiz-mi? Gulboston. Gulboston muallim, shundaqmi? O muallim sizlar o muallimdan sinfda dars oldingmi yo internetda?
İnternetten aldık ders aldınız. Bir iki gün algan so'ng. Çünkü biz Ankara'da yaşıyorduk. Muallim İstanbul'daydı. İstanbul'a gelgende onun mektebiga keldik şu. Hepti de kaç gün şu mektepte Uygur tili öğrendinglar? Her gün mü? Kaç saatten? 2 saatten. 2 saatten her gün. Siz azada Türkiye'de Türk mekteplerinde okumamışsınız o çağda? Okuduk. Kaç saat okuyorsunuz Türk mekteplerinde? Ben Türkiye'de birinci ve ikinci sınıfa geldim. Yani birinci sınıf siz? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kişi. Ha, 4'ün yarımında da Gollandiya'ya geldim. 4'ün yarımında Gollandiya'ya geldiniz işte. Gollandiya'ya kaçlık oldu sizlerge? 1 yıl bolaydı dedi. 1 yıl olaydı değil mi? Sizler bu Türkiye'deki yani bir toplantıdan Gollandiya'ya bir toplantıda geldiniz. Türkiye'de Uygurlar bir kadar köp. Gollandiya'ya kelgenden Gollandiya'daki özünün his qilgan, his tuyg'ularni bir o'rtoqlashamsiz? Ben Gollandiya'ya kelgende bek hoş bo'lgandim. Bek güzel bir devletti. Bak kız degandek devletti. Şimdi yaxshi ko'rdim. Sizce? Ben Gollandiya'ya kelgende hoş buldum çünkü bizning apamning bitta do'sti bor, o bizga hep pichini hep biriti. Her daim. Shunlashqa hoş buldum. Sardar bu bek hoş bo'lib ketdi çünkü hasanlik piranik bor şu. Ularni yo'lsiz apam hep berdi. Endi sizlar bugun shu Yevropada tunji qatim Uyg'ur kerimishga ishdaqo. Tunji qatim kelishinglar ilgari mi kelganmidinglar miyaga? Tunji qatim keldinglar-ku. İkinci qatim. Yo'q, tunji. Tunji qatimmi? Men tunji qatim ko'rdim sizlarni-da. Tunji qatim ko'rdim. Misha kelganda siz ilgari to'rdan ko'rganmi, ko'rmaganmi Uyg'ur yemak ichmak yarmankisi haqida ko'rganmidinglar? Siz ko'rmaganingizga siz ko'rdingizlar-ku. Bugun naq maydonga kelib 2 kun bugun ko'rdinglar Mishada. Misha kelgandan yo'g'i sizlar nimani his qildinglar? Müşaki his tuyg'ularni bir so'zlab bersanglar. Mening bu yerdagi his tuyg'um avval biz kichikimiz deb o'ylab qolgandik bu yerga yarmankiga. Undan keyin sizlar qayerda turibsizlar? Golani qaysi shaharda turibsizlar? Livardinda turamiz. Livardin shahardan 100 necha kilometr yiroqlikda bir yer 130 kilometrmi 150 kilometr kelgan yiroq shahardan kelibsizlar shunaqa? Poyezd 2 soat keladi. Misha kelgandan keyin qanday ta'sirot oldi Misha kelish jarayonida? Poyezd kelish jarayonida bir xil Uyg'urlar bir to'plamda bir yerga boramiz. Uyg'ur yarmankisiga deb ashta bir hayajon bilan chiqdinglar shunaqa. Miya kelgandan keyin o'zingizning ashu hayajonlarini, his qilganlarini bir deb baqsam Misha tunji qadam olgan vaqtinglarda. Bu yerga qadam olganda avval men yarmankini nada bo'lganligini bilmay qolgandim. Undan keyin adashim yarmankini nada bo'lganligini ko'rsatganti. Men bek xushal bo'lgandim. Undan keyin o narsada o'ynagan. Balla o'ynab sakrab o'ynagan narsa o'ynadinglar, ha. Avval keliblar bunga sakradik. Undan keyin kebablar, samsılar yedik. Samsını tunji qatim yegandik bo'ldim. Bek lezzetli pişirildi. Lezzetli pişirildi işte. Sizce siz o'zingizda nima qilib endi yer his qilganlaringizni? Bu yerga kelganda men kitaplarning tarafini topolmadim. Topolmaganda shu kitib o'ynay ko'rdim yani. Andan o'ynay deb o'yladim. O'ynaganda av ustidagi narsani tushirib mandaq esilib tushirib. Shu. Andan apam keldi. Lekin biz kelayotganda xato poyga chiqib qilib, mandaq aldirash hem heyecan. Apam ciddi. Serdar'ın kartı YouTube ketdi deb Serdar şu aşında dedi biz bu poyezga çıksak apam çıksa biz qap qalamiz poyez ketib qalsa. Eğer Serdar bilan apam çıksa ciddi. Ondan şu apam somkasiga qarab baktı. Somkasiga qarasa Serdar'ınki bor. Uf dedik. Miyaka bilan yangi do'stlardan tanishdinglarmi? Ha, tanishdinglarmi? Uyg'ur bolalarini ko'rib qanday ta'sirot olding Uyg'ur bolalarini ko'rib? Yaxshi. Yaxshimi? Yoki Uyg'urlar yemak ichmasini ko'rdinglar, har xil Uyg'ur kiyim-kechaklarni ko'rdinglar. Bu yana ko'rgandan keyin ta'sirotlar qanday bo'ldi? Yaxshi. Manda bir o'zimizniki o'sha Gollandiyadagi bir davlatda ayrim bir nima yashaydigan, bir to'plamda yashaydiganligini his qildinglarmi mishada kelib? Bir vatanga o'xshaydigan bir ajoyibona his qildinglarmi? Endi o'sha buningdek kengkam Gollandiyaga kelibsizlar hamda
Bu yer yangi bir hayotni boshladinglar. Buningdan keyin yana bu Uyg'ur tilida bir narsa yozishda, bir de Uyg'urcha kitob chiqarishlarni haqida bir o'zingizning o'ylaganlar bormi? Yo'q. Yo'qmi? Sizningcha? Ben bundan keyin Sevircan Küçük'te bital hikaye yani mesel yazgandım. Ondan to'xtab ketdim. Çünkü Kodlandda Uyg'urcha yutadigan oyunlarni laylashga başladım. Ondan biz apam bilan mandaq bilgiler Gollandiyaga keldi. Bilgiler Amsterdamda, bilgiler Livar'da deb shundaq narsa tuzmoqchi bo'ldik. Lekin zaman yetmedi. Sizlar turayotgan Livar'da men Uyg'urlar bormi? Bor, bir tal. Bir Uyg'ur ama Türklar bormi? Ha. Unda qas eng oxirgi ekran oldidagi kichik do'stlarga nima demoqchisizlar? Ekran oldidagi silmish filmni ko'rayotgan kichik do'stlarga nima demoqchi? Demoqchi bo'lganim. Uyg'ur ve tilimizni unutmanglar. Sizningcha? Biz Uyg'ur bo'lg'achqa vatanimizning tilini, yoziqini, o'qishini bilishimiz kerak. Rahmat kichik do'stlar. Sizlarga so'zim bo'lgancha bo'lsin. Hammangizga ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat aytaman. Ona tilingiz uchun qo'shgan to'panglar menga unutilib qolmaydi. Kichik do'stlar, har zaman sizlarning kitoblarni chet elishga rag'batlantiramiz. Rahmat sizlarga.